Короче, bitta aka-uka bir kunda uylanishibdi-da. To'yidan 5-6 oy o'tgandan keyin katta kelini ovqat yemasmishdi. Kayfiyati yo'q yurgan ekan. Qaynonasi so'rabdi: "Ha kelin, tinchlikmi? Ovqat ham yemayapsiz necha kundan beri. Kayfiyatingiz ham yo'q. Nima bo'lyapti? Mazangiz yo'qmi kelin?" desa, "Oyijon qo'yavering" debdi. Kelin tortinmasdan ayting, nima bo'lyapti desa, "Oyijon aytgani uyalaman" debdi. Tortinmang kelin, aytavering debdi. Oyijon shu desangiz, o'g'lingiz menga har kuni asbobini ushlatyapti. Shunga qo'limdan jirkanib ovqat ham yeya olmayapman. Kayfiyatim ham yo'q oyijon desa, kelin, shunga ham xavotir olasizmi? Bu hammani boshida bor-ku. Shunday ko'chaga chiqingda, Tarnovda yomg'irning suvi tushib turibdi. Shunga qo'lingizni yuvib yuborsangiz, hamma narsani yuvib ketadi shu debdi. "Yo'q oyijon" debdi. "Ha" degan ekan. Endi chiqib katta kelini qo'lini yuvaman desa, kichkina kelin chiqib og'zini chayib turganmish-da. "Ha o'sin, tinchlikmi" desa, hozir oyijonning gapini eshitib qoldim-u, hamma narsani yuvib ketadi dedi-yu, shunga og'zimni chayapman o'sin" degan ekan.